Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Mavsum tanlanmaydigan o'sha bichak ko'k-somsalarni bugun duxovkada tayyorlab ko'rsatib beraman. Xuddi tandirda yopgandek mazali ham chiroyli chiqadi. Ko'k-somsalarni yaxshi ko'ruvchilar videoga bitta layk bosib kuzatishga davom etamiz. Xamirini boshlaymiz. Idishga 400 ml sovuq suv quyib olamiz. Agar o'lchash imkoni bo'lmasa, bir kosa to'ldirmasdan o'lchab olishingiz ham bo'ladi. Ichiga 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq uksus soldim. Mendagi olmali uksus 9%. Oddiy uksus solishingiz ham bo'ladi. Foiziga qarab 2 osh qoshiq oddiy o'simlik yog'idan quyib, yaxshilab aralashtirib olib, un solib xamir qorishni boshlaymiz. Elangan unni kam-kamdan solib xamir qorishni boshlaymiz. Taxminan 600 gramm un sarflanadi. Keraklicha un ishlatib, xuddi shunaqa yumshoqqina, qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lgunichon xamir qorib olasiz. Xamirni yaxshilab mushlab, ustini salofan bilan yopib, 15-20 minutga tindirib qo'yamiz. Orasida bir marta mushlab qo'ysangiz, xamiringiz yana ham silliqlashib, yoyganda tekis yoyiladi. Ungacha ko'katlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Iliq suv bilan yaxshilab chayib olib, to'g'raymiz. O'zingiz xohlagan uydagi bor ko'katlardan foydalanishingizga bo'ladi. Xuddi shunaqa mayda qilib to'g'rab olamiz. Tovaga kamroq yog' quyib, 3 dona piyozni mayda qilib to'g'rab, qizartirib qovurib olamiz. Qovurilgan piyozni ko'katlarning ustidan solib, 1 choy qoshiq tuz soldim. Tabga qarab sovurasiz. Ko'katlaringizni kam-ko'piga qarab, keraklicha solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkamiz tayyor. Qovurilgan piyoz bilan ko'katlar yana ham mazali bo'ladi. Endi tingan xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Agar stolingiz kichikroq bo'lsa, xamirni ikkiga bo'lib yoyishingiz ham bo'ladi. Tingan xamirni yoyilishi ham oson bo'ladi. Un sepib, birinchi qo'limiz bilan yoyib olib, keyin uqlov yordamida katta qilib yoyib olamiz. Xamirni yupqa ham yoyib olmaymiz, lekin juda qalin ham bo'lib qolmasin. Xuddi shunaqa o'rtacha yupqalikda yoyib olib, xuddi manti tayyorlaganimizdek xamirni taxlab olamiz. O'n 15 santimetrli lentalar kesib olamiz. Lentalarni ochib, ustma-ust taxlab, eniga ham yana xuddi shu o'lchamda kesib olamiz.
xuddi shunaqa to'rtburchaklar hosil bo'ladi. Endi nachinkamizdan bir osh qoshiqdan to'ldirib solib, ko'ksomsalarimizni to'kib olamiz. Tugish jarayoniga ahamiyat bering. O'rtaga yig'ib olganimizdan keyin to'rtta burchagini chetlarini, ochiq joylarini yaxshilab yopib, ichkariga bo'kib qo'yamiz. Bu orada gaz duxovkamizni yoki pechkamizni yoqib qizdirib qo'yamiz. Somsalarni listga pergament qog'oz solib, terib olib, ustiga oddiy suv sepamiz yoki shotka yordamida surib chiqsak ham bo'ladi. Endi bularni pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 180 gradusda 20-25 minut davomida ustilari qizarguncha pishirib olamiz. Ko'ksomsalarimiz pishdi. Judayam qizartirib pishirib yormaymiz. Xamirimiz yupqa bo'lgani uchun bular tez pishadi. Ichidagi ko'katlar ham vitaminini o'zida saqlab qoladi. Issiq paytida ustiga sariyog' surib chiqamiz. Ustilari yaltirab, yana ham mazali bo'ladi sariyog' bilan. Manda shu xamir bilan hammasi bo'lib, 2 ta list to'la ko'ksomsalar tayyor bo'ldi. Ularni ham pishganidan keyin ustiga issiq paytida sariyog' surib chiqamiz. Albatta shu retseptim asosida tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali, oila a'zolaringizga yoqadigan ko'ksomsalar bo'ladi. Vitaminlarga boy, mavsum tanlamaydigan mazali yegulik. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringiz kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng ishonchli, eng original retseptlarni joylab boraman. Telegram kanalimga ham ularning silkasini shu videoni oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. Ko'ksomsani to'liq retseptini, grammajlari ham opisaniyada bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.